27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan yurtimiz bo'ylab allaqachon turli tadbirlar va musobaqalar boshlab yuborilgan. Bugun poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan hamkasblarimiz o'rtasida o'q otish bellashuvlari tashkil etildi. Musobaqada 100 nafarga yaqin ishtirokchilar jam bo'lishdi. Ular orasida jurnalistlar, muxbirlar, tasvirchilar va kadr ortidagi ko'plab hamkasblarimizni ko'rish mumkin bo'ldi. Qatnashchilardan 10 metr masofadan turib belgilangan nishonlarni pnevmatik miltiqdan mo'ljalga olib o'q uzish talab etildi. Yakuniy natijalarga ko'ra ayollar o'rtasida Yoshlar telekanali xodimi Adinara Rahim va Sport telekanali jurnalisti Shafoat Tolibjonova hamda Mudofaa vazirligi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamenti vakilasi Mavjuda Almanova kuchli uchlikdan joy oldi. Erkaklar ishtirokidagi bellashuvlar ham qiziqarli o'tdi. Mudofaa vazirligi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamenti xodimi Qahramon Haydarov g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'lsa, Sport telekanali vakillari Sanjar Zoitov va Sherzod Hojimetov mos ravishda 2 va 3 o'rinlarni egallashdi. MTRK tizimida bunaqa musobaqalar muntazam ravishda o'tkazilib kelinadi. Shulardan eng ko'p qatnashadiganim bu pnevmatik quroldan o'q otish va kamondan o'q otish. 3x3 basketbolda qatnashganmiz, stol tennisda qatnashganmiz, suzish bo'lgan, suzishda qatnashganmiz. Endi ularda o'rin olmaganmiz, ko'proq shu o'q otish bilan kamondan o'q otishda o'rinlarga ega bo'lganmiz. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar Vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi tomonidan taqdirlandi. Tashkilot faoliyatini ommaviy axborot vositalarida yoritishda faollik ko'rsatib, o'z hissasini qo'shib kelayotgan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanali Davr axborot dasturlari bosh muharririyati, Sport telekanali axborot tahliliy dasturlar bosh muharririyati, Nurafshon telekanali, shuningdek Mudofaa vazirligi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamenti axborot media boshqarmasi Vatanparvar birlashgan tahririyatiga tashakkurnomalar topshirildi. Aytish kerakki, mazkur musobaqa chinakam bayramga aylandi. Hamkasblarimiz o'z faoliyatlaridan biroz chalg'igan holda o'q otish bellashuvlarida raqobatlashishdi. Nodir Olim va Nurdavlat Nurboyev sport yangiliklari informatsion dasturi uchun.